Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Girgandan bir like bosib, obuna bo'lmoqni, obuna bo'lib qolsalar, xudo xolasa biz miskinda Qamishidagi shu xayriya bilan boshlagan uyimizdamiz. Xudo xolasa bu yerdagi bo'lib turgan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda yana bu ko'na joyidan chiqqan taxtalarni, yaxshilarini qaqamiz. Xudo xolasa boshqa variant yo'q. Yana eshikni berdilar. Şimdi polatağımız şu normalni iş ekan. İşlerini koyduk. Korup yine işleri hani halatda koyuldu işleri. İşleri yine koyup tuttu. Bir de yine bir kanatına tahtası polo kakılıp başlandı. Bir de yine gün gelip hiç onlara koyuldu. Şu videonun ilacı barıca kullanırsan gence tarkatıp koyuşlarınızı soruyoruz. Bir değerli patologların işleş gerek oladı. Kollarınızdan gence maksimal şu videonu tarkatıp ihsan kılaman diye olsa ihsan kılışlarınız mümkün. Kartona bilerini koyup koyamız. Şu videomuzu ilacı barınca kengirak tarkatıp koyunlar. İşte hazır ki Fagoda yaxşı bo'lib turgan vaqtimda bu joyni bitirib berik. Xohlasa köpek yetib og'zi qoldi endi xohlasa. Arash jo'ra. O deydi. Like bosib beraverasizlar endi. Yine bu joydan chiqqan taxtalar ular yaramaydi ekan. Ko'psi. Şu videoni maksimal tarqatib qo'yamiz. Qo'llanishdan kelgancha obuna nima edi? Şu videomuzu tarqatib podiliksiya etib qo'yishlaringizni iltimos etamiz. Ihsan qilaman deyarlar bo'lsa ihsan qilib shu uyni tezroq bitishine yardım etib berishlaringizni so'rab qolamiz. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.